Assalomu alaykum barchaga, aziz obunachilar, qadrdon do'stlar, YouTube orqali Xudo xolasa bugungi yangi videomizda ko'pchilik kutgan darvozalarning videosi bo'ladi. Bugungi kundagi 2026-yildagi darvozalarning narx-navolari barcha videolar bo'ladi. Xudo xolasa bugun Romitan tumaniga kelganmiz. Buxoroning Behzod akamiz bilan davom ettiramiz. Assalomu alaykum aka. Yaxshimisiz? Yaxshiribsizmi? Xudo xolasa bugun akamiz chaqirdilar. Xalqqa bugungi kundagi darvozaning narx-navolarini yetkazaylik deb. Aka, keling birinchi bo'lib mana shu seximizni arenterini obunachilarga bitta tushuntirib o'taylik lokatsiyasini. Arenteri Karvon bozordan kelishga Gazi trassa, Farhod Farmon ro'barasiga. Maktab Farhod Farmon ro'barasiga. Ro'barasida mana. Yo'lda ko'rsatib o'taman. Bu yoqqa Gazi ketadi. Bu yoqqa Karvonga mana. Kelsangizlar mana shu yerda Xudo xolasa endi narx-navolar, darvozalarimiz ma'lumotlarini ketdik-aka berib o'tamiz obunachilarga. Ketma-ket. Samarqand fason darvozamiz aka. Samarqand fason 2 qavat. Jonlari shivler, o'nlik shivler bo'lgan. Ustlari orqasi 1.8, profillari 6 ga 4, 1.7 stenasi. Hop, gruntovka, gramatek, samas sepilgan. Darvoza tayyor bo'lish jarayoniga klientlar kelib, hammalari kelib ko'rib ketaversalar ham bo'ladi. Keyingi darvozamiz nalishlik fasonda deyiladi. 1 qavat. Narx-navolari 400 mingdan boshlanadi narx-navolari. Samarqand fasonimiz 1 million 100 mingdan boshlanadi. Samarqand fason 1 million 100 2 qavat va 3 qavat ham kelishib ketaveramiz. Mana o'zlaringiz didlaringizga qarab zakaz beringlar. Toshkent fason darvozamiz mana atrof o'nlik shivler, 6 ga 4, 1.7, listlari 1.8, 800 mingdan boshlanadi. 800 mingdan boshlanadi. Ko'pchilikga yoqadigan o'zimizni обычный darvozamiz. Mana, xo'p, bu nima endi aka? Bu darvozadan kirishga, ko'chaga chiqishga xodga qo'yilgan kalitkamiz aka. 700 mingdan kvadrati. 700 mingdan kvadrat. Aka, bu shishalarni faqat borib o'rnatib beramiz. shishalar bilan o'rnatib beramiz. Faqat shunaqa fason bo'ladimi yo? Qolagan darvozalarni kalitka qilib taxlab beraveramiz. Mana, bu bunga juda ham mos tushib turibdi. Bunga qaranglar, xolasangizlar Toshkent, Samarqand fasonga umuman farq yo'q. Qo'yib beramiz. Xo'p. Keyingi darvozamiz qanaqa fason? Darvozamiz ham Samarqand fason. O'zimiz o'zgacha ekanligini aka. O'zgartirish kiritganmiz aka. Ozgina bu ham o'nlik shivler, 1.8 list, 6 ga 4, 1.7 stena. Tumbalari 30 tadan bo'lgan aka, chetlari, yonlari. Mana. Bitta baho berib qo'yinglar darvozalarga. Gruntovka, gramatek, samas sepilgan antigrantlari. Bu necha puldan chiqar ekan aka? Bular ham shunday 1 million 100 mingdan boshlanadi bular. Mana, narx-navolari zo'r, Xudo xolasa. Xo'p, Keyingi narsamiz ana Lesa. yo mana kerak bo'lsa 550 mingdan soni chegaralanmagan, soni ko'p. cheklanmagan miqdorda 550 dan mana. Xudo xolasa. Lesalarimiz ham bor, cheklanmagan miqdorda bemalol kelib olib kelsangizlar bo'ladi. Bu ham tayyor bizneslar uchun darvozalarimiz mana. Ko'rdingizlar. Endi Xudo xolasa ichkarida aka sexda ham zakazga tayyor bo'lib turganlari bor albatta. Ish jarayonlari hammasini seximizda davom ettiramiz. Videomizni o'tkazmasdan ko'ringlar. Keling aka sexga ko'rsatamiz darvozalarni. Mana endi seximizda Xudo xolasa videomizni davom ettiramiz. Ish jarayonlarini yashirib o'tirmaymiz, sizlar bilan albatta bo'lishib. Xudo xolasa mana ish jarayoni bo'lyapti. Bu yerda aka qanaqa ish jarayon bo'ladi? Bu yerga aka suvarkalik ishlar hammasi chera bo'ladi. Kraskalik xonamizni ham o'z ko'rsatib o'tamiz. Mana bu yerda demak suvarkalar. Aha. Mana bu darvozaning korobkasi bu aka. Mana. Demak korobkalari. Mana ustakalarimiz turibdi. Assalomu alaykum. Bo'lmang. Mana. Darvozamiz. Tayyor bo'lish jarayoni bilan. Ish jarayon bo'lyapti. Xudo xolasa. Aka, bu zakaz qayerga chiqadi? Bu zakaz Qo'rg'onga aka. Mana Qo'rg'onga chiqyapti. Bizning aka xizmatimiz 12lik 12lik shivler bilan bo'lgan. 12lik shivlerdan bo'lgan. Xudo xolasa bu Qo'rg'onga chiqsa aka, bizning xizmatimiz qayerdan qayergacha bo'ladi? O'zbekiston bo'ylab dastavka, ustanovkasi bepul aka. Mana, songgasi bepul. Farq yo'q. Qayerga bo'lsa ham Qarshi, Samarqand 12 ta viloyatga dastavkasi, dastavkamiz hammasi bor. 12 ta viloyatdan bemalol aloqaga chiqsangizlar bo'ladi. Kimga mana shunaqangi sifatli darvoza xizmatlari kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaveringlar. Xo'p, endi kraska onamiz yana tashqaridagi ishlarni ko'rsatib o'tamiz. Bemalol kelsangizda xohlagan fasonlaringizga chiqarib beramiz. Bu yerda aka kravat, ustomuz kravat taqlayaptilar. Kravat 2700 ming so'mdan taxtalari ham bo'ladi aka. Mana, taxtalari ichida bo'ladimi aka? Hammasi ichiga. 2700 ga taxtalari ichiga bo'ladi. Mana.
kravat deysizlarmi? Xo'p, mana bu ham Samarqand fasonmi Bu aka? ham Samarqand fason. Aha. Kraskadan oldingi holati. Simchetga tozalab, hammasi Mana. zo'r bo'lgan bular. Kraskadan keyingi holatlarini Telegram, Instagram sahifalarimizda bemalol ko'rsangiz bo'ladi. Qo'yib boramiz xudo xolasa. Endi xo'p. Mana Bu ham Samarqand fason darvozamiz aka. Samarqand fasonimiz. Bularga ham aka ma'lumotlarni berib o'tamiz endi. Bu ham aka o'nlik shivler aka, 6 ga 4 profil. 2 qavat varianti bu aka. O'rtasi falga qo'yiladigan variant aka. Steglavatalik emas. Steglavataligini ham ko'rsatib o'tamiz hozir. Mana juda ham chiroyli chiqadi bu uyga. Grutovka, kraska hamma narsasi bo'lgan. Laklargacha avtomobil namasi, kraska ishlatmaymiz aka. Mana, xudo xolasa. Hamma nimalari bo'libdi o'zi ham tayyor holatda. Bu Buxoro shahar Shayxonchaga quramiz aka. Shayxonchaga chiqadi xudo xolasa bu darvozamiz. Xo'p, bunisi Bu darvozamiz. darvozamiz ham Samarqand fason, o'rtasi lazerlik. Aha, mana o'rtalari lazerli. 3 qavat varianti bu aka. Utiflon aka bu. Utiflon ekan, 3 qavat variantidan. Kraskadan oldingi holati bu. Kraskadan oldingi holatlari Qurilgan payt ham videosini qo'yamiz. xudo xolasa qurilgan vaqt ham Instagram sahifaga o'tib obuna bo'lib qo'yinglar. Qo'yib boramiz darvozalarni hammasini bemalol ko'rib borsangizlar bo'ladi. Keyin aka mana bu masalan bu obunachilar bor, o'zini qo'shnilarda birorta fason ko'rib qoladi darvozani. O'shani olib rasmini tashlab bersalar, undan ham qilib beramiz. Hammasini qilib beramiz aka. Mana qo'limizdan kelgancha sizlar xohlagan fasonlaringizda darvozalarni chiqarib beramiz xudo xolasa. Keyin aka narx-navlarni yana kelishtirib berasam, bizning kanaldan chiqqanlar uchun beramiz yana aka. narx-navlardan xudo xolasa o'tib beramiz. Mana bemalol boshqa viloyatlik obunachilarimiz ham zakaz qilaveringlar darvozani. Sizlar uchun albatta narx-navlarni cho'tki qilib kelishtirib beramiz deyapti Beyxuz akamiz. Aloqaga chiqaveringlar. Eshiklarni deysizlarmi? Nima bo'lsa? Tumbalari bor ana. O'sha tumbalari bor-a? Darvozamiz tumbalari. Kraska bo'lish jarayoni bu ham. Bu ham kraska bo'ladi. Mana bu hozirgi Samarqand fasonga ham Samarqand fasonni tumbalari atrof ana o'nlik shivler. tumbalari. Shivlerlari 14 tomon ham shivler bo'ladi aka. Mana xudo xolasa. Kelib shu yerda darvozalarni ham, eshikni ham, kerak bo'lsa kravatni ham mos qilib qo'yaveramiz-a, 3 talik komplekt qilib. Mana kelinglar, 3 talik komplekt qilsangizlar, bu aksiyani jinnisini qiladi akamiz. Qaytek fasonlarimiz ham bor. Hozir tayyor yo'q. Qaytek fason ko'p Samarqand fason bo'lgani uchun qaytek fason chiqarishga ulgurmamizda ular. Xudo xolasa qayteklarni keyingi videolarda yoki nimalarda ko'rsangizlar bo'ladi. Qo'yib beramiz. Profillarda. No'g'alasa Rasmlari bor, rasmlarni qo'yib beramiz bo'lmasa. Rasmlari bor. Ko'chaga ham bor. Mana shu hozir Kesal aka yo'l ustidan o'tib ketishlaringizda, masalan, mana kirib bemalol ko'rsangizlar, katalik tashlab beramiz. O'zlar ko'radi-da, taklif qilamiz. Vizitkalarimizni bemalol ko'rib borsangizlar bo'ladi. Mana shunaqangi sifatli darvoza xizmatlari kimga kerak bo'lsa, ekraningizga nomer e'lon qo'yamiz. Beyxuz akamizga bemalol telefon qilaverasizlar. Xo'p, bugungi aka narx-navo uchun katta rahmat sizga ham. Xalq nomidan bemalol aloqaga chiqaveringlar. Ekraningizga nomer e'lon qo'yib qo'yamiz. Barchaning ishiga omad.